Bu AVB kotyolimiz qanday joylarga yaxshi bo'ladi? Ikkala kontorda ishlataman degan joylarga yaxshi bo'ladi, tavsiya qilamiz. Past gazga ishlaydi bu ham, hamma uchotki. Buni plus tomoni boyleri o'zida bo'ladi. Ikkinchi kontorga udobstvo tomoni shu. Ikkinchi kontorga past gazga yonishi, isitishi boshqasi va shim chotki, bu ham o'sha germanskiy AVB kotyol bo'ladi. Bu T7 lar ham zo'r. Past gazga yonadi. Ikkinchi kontorini ishlatmagan yaxshi tavsiya qilamiz. Chunki kotyol uzoq muddat ishlaydi. Ikkinchi kontor ishlatmasangiz bularda. Vaylantda 6 larda ham ikkinchi kontorda ishlatish tavsiya qilmaymiz. Chunki birinchi kontorga o'sha отопление sistemasi ishlatsangiz uzoqroq muddat ishlaydi. Yangi kotyol bu konditsioner ikkinchi kontorda cho'tki ishlayveradi, lekin o'ta past gazga ishlamaydi. Gaz bola joylarga atmosfernik kotyollar ishlatgan ma'qul. Santexnik bola jamoasini kuzatib turib, foydali ma'lumotlar berib boramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yaxshi bo'ladi hamma uchun.